Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar hamda talabalar. Navbatdagi video darsimiz bilan boshlaymiz. Bu galgi mavzuyimiz axborot xavfsizligi fanidan bo'ladi. Identifikatsiya, autentifikatsiya hamda avtorizatsiya mavzuyimiz juda ham qiziqarli. Mana shu 3 ta tushuncha haqida batafsil siz bilan gaplashib olamiz. Demak, darsimizni diqqat bilan kuzatib boring. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda qoldirishingiz mumkin. Biz boshladik. Identifikatsiya axborot xavfsizligini eng asosiy tushunchalaridan biri biz yuqorida aytgan identifikatsiya, autentifikatsiya hamda avtorizatsiya hisoblanadi. Axborot xavfsizligida shu qadangi bu qadar katta o'rin egallaganki, ko'plab adabiyotlarda, ko'plab qo'llanmalarda, ma'lumotlarda, axborotlarda aynan mana shu tushunchalarni biz ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu tushunchalar nima ekanligi haqida birin-ketin tanishib boshlaymiz. Birinchisi identifikatsiya. Identification degan so'zdan olingan bo'lib, bu foydalanuvchini yoki tizimni aniqlash jarayoni hisoblanadi. O'z nomi bilan identify, ya'ni o'sha identify deb yoziladi, aniqlash degan ma'noni beradi. Foydalanuvchi o'z shaxsini aniqlash uchun login ID raqam yoki elektron pochta manzilini kiritadi. Misol uchun, foydalanuvchi veb-saytga kirishdan oldin login yoki foydalanuvchi nomini kiritishi, qolaversa bank kartasidan foydalanganda karta raqamini kiritish hisoblanadi. Bu tizimdan menimcha har birovimiz foydalanganmiz albatta. Eslab ko'ring, siz qayerlarda foydalangansiz bundan. Axborot xavfsizligini identifikatsiya muammolari quyidagicha asosiy yo'nalishlari mavjud. Xo'p, identifikatsiyada qanaqangi muammolar mavjud hamda uni qanday bartaraf etamiz? Bu haqida ham to'xtalib o'tamiz. Noaniq yoki noto'g'ri identifikatsiya. Identifikatsiyadan o'tayotgan vaqtda bizda ba'zi bir muammolarga duch kelamiz. Xususan, ma'lumotlarda noaniqligi, aniqlanmasligi yoki yolg'on ma'lumotlarga ham duch kelib qolishimiz mumkin. Foydalanuvchilar yoki tizimlar noto'g'ri aniqlanishi mumkin bo'lgan yoki ruxsatsiz shaxslarning tizimga kirishi sabab bo'lib qolishi ham mumkin. Masalan, umumiy foydalanuvchi hisoblaridan foydalanish natijasida kim tizimga kirganligi aniqlab bo'lmaydi. Ya'ni umumiy foydalanuvchilar, lekin aynan aniq bir shaxsni ifoda etmasligi. Foydalanuvchi ma'lumotlarning buzilishi yoki o'g'irlanishi. Identifikatsiya ma'lumotlari, login yoki parol, biometrik ma'lumotlar hakkerlar tomonidan buzilishi yoki o'g'irlanishi ham mumkin. Misol uchun, phishing hujumi orqali foydalanuvchi login parolni qo'lga kiritilishi mumkin. Biz yuqorida aytganimizdek, phishing xabarlar soxta ma'lumotlar evaziga parollar, loginlar yoki shaxsiy ma'lumotlarni ega chiqish imkoniyati hisoblanadi. Zaif autentifikatsiya tizimlari ba'zi tizimlarda bir darajali autentifikatsiyadan foydalanganligi uchun u tarmoq xavfsizligi zaif hisoblanadi va shu orqali buzib kirilishi ham mumkin. Ikki faktorli autentifikatsiya, ko'p faktorli autentifikatsiya yetarlicha qo'llanilmasa, tizim himoyasi past bo'lib qolaveradi. Albatta, buni yechimlar bandiga kelgan vaqtimizda alohida aytib o'tamiz. Biometrik identifikatsiyaning xavfsizlik muammolari. Biometrik ma'lumotlar, barmoq izi, yuz skaneri, ko'z qorachiq pardasini skanerlash hisoblanadi. Barmoq izi skaneri buzilgan yoki o'g'irlangan taqdirda ularni qayta tiklashning iloji yo'q. Soxta biometrik ma'lumotlar yordamida tizimlarga aldaydigan texnologiya paydo bo'lmoqda, masalan, yuqori sifatli 3D niqoblar. Ya'ni sodda tushuntiradigan bo'lsak, biometrik identifikatsiyaning buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Qanday? Men sizning ko'rinishingizdagi 3D niqoblarni yarataman, ishlab chiqaman hamda uni o'zim kiyaman niqobni. Sizni o'rningizdan identifikatsiyadan o'tishim mumkin. Demak, hushyor bo'lamiz hamda ehtiyot bo'lamiz. Zaif identifikatsiya tizimlari va tahdidlar. Umumiy hisobda identifikatsiya zaif bo'lgan tizimlar nazarda tutyapti. Brute force hujumlari, bu hujumlar yordamida zaif parollarni sinab ko'rish orqali foydalanuvchi akkauntlariga ruxsatsiz kirish holatlarini kuzatish mumkin. E'tibor bering, buni quyida yana to'xtalamiz bunga. Ommaviy Wi-Fi tarmoqlari orqali identifikatsiya xavfi, ya'ni umumiy foydalanishdagi joylarda Wi-Fi dan foydalanishda ehtiyot bo'ling. Eski yoki mos kelmaydigan autentifikatsiya tizimlari. Ba'zi tizimlar eskirgan autentifikatsiya usullaridan foydalanadi. Masalan, shifrlanmagan login parol mexanizmlari juda ham sodda bo'lgan mexanizm hisoblanadi. Zamonaviy xavfsizlik standartlariga javob bermaydigan tizimlar kiber hujumlar uchun muhim nishonga aylanadi. Ya'ni zamonaviy standartga javob bermasa, bu tizimdan foydalanishda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Muammolarni bartaraf etish yo'llari. Ko'p faktorli autentifikatsiyani joriy etish, ikki bosqich yoki ko'p bosqichli autentifikatsiya, kuchli parol siyosatini qo'llash, albatta qo'yayotgan parollarimiz doimiy ravishda yuqori texnologiyaga asoslangan bo'lishi kerak.
ya'ni bir qancha belgilardan iborat bo'lishi, raqamlardan, katta va kichik harflardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq. Biometrik ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash, shifrlash va saqlash standartlariga rioya qilish, identifikatsiya ma'lumotlarini himoya qilish orqali shifrlash va tokenizatsiyadan foydalanish, ochiq tarmoqlarda xavfsizlik choralarini ko'rish, VPN ishlatish, HTTP protokollaridan foydalanish hisoblanadi. Autentifikatsiya tizimlarini yangilab borish va eskirgan usullardan foydalanish hisoblanadi. Ya'ni nima deyapti? Agar identifikatsiya muammolarini hal qilishda autentifikatsiyani yangilab bormasak, biz avvalgi muammolarga yana qayta duch kelib qolishimiz mumkinligini anglatadi. Xo'p, endi autentifikatsiyaga yetib keldik. Autentifikatsiya nima? Bundan ham siz foydalangansiz albatta, balkim e'tibor bermagan bo'lishingiz ham mumkin. Bu foydalanuvchi yoki tizim identifikatsiya bosqichida kiritgan ma'lumotlar haqiqiyligini tasdiqlash jarayoni. Bu bosqichda foydalanuvchi o'zining kimligini isbotlash uchun parol, barmoq izi, yuz tanish texnologiyasi yoki ikki faktorli autentifikatsiya kabi vositalardan foydalanadi. Misollar: parol yoki login orqali tizimga kirish, SMS orqali kelgan kodni kiritish, barmoq izi yoki yuz skanerlash orqali shaxsni aniqlash jarayoni, tasdiqlash jarayoni. Boshqacha aytganda, identifikatsiya birinchi bosqich, ya'ni kimligini aniqlash jarayoni bo'lsa, o'sha yuqorida aytganda identifikatsiya bosqichidan kiritgan ma'lumotimiz, deylik, barmoq izi skanerimizni o'sha tizimga qo'yganligimizda, o'sha barmoq izi biznikimi yoki boshqa shaxsnikimi, ya'ni bizni aniqlash jarayoni autentifikatsiya deb nomlanadi. Foydalanuvchini kiritgan ma'lumoti aynan shu ma'lumotga mosmi, haqiqiymi yoki haqiqiy emasligini tekshirish jarayoni aynan autentifikatsiya hisoblanadi. Xo'p, axborot xavfsizligi autentifikatsiya muammolari yechimlari. Bunda ham to'xtalamiz, qanaqangi muammolar borligi haqida. Zaif parollar. Ko'pincha biz zaif parollardan foydalanganimiz uchun autentifikatsiyada bu narsa kelib chiqadi ko'pincha. Ba'zi tizimlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, soddagina parol qo'ysak qabul qilmaydi. Nima uchun? Sizning qo'ygan parolingiz juda ham zaif, buzib kirish ehtimolligi bor deydi-da, tizim qabul qilmaydi. Iltimos, boshqachadan urinib ko'ring. Yuqori texnologiyaga asoslangan, ya'ni murakkab parol qo'ying deydi, boshqacha aytganda. Har xil belgilardan foydalaning va murakkabroq jarayonga o'ting deydi. Parollarni buzish hujumlari brute force yoki dictionary attack hisoblanadi. Hujumlar orqali parollarni buzilishi mumkin. Brute force ni bilasiz, ya'ni sodda parollarni taxminiy terib ko'rish evaziga, kombinatsiyalar evaziga parolingizni aniqlab olishi mumkin. Shu orqali tizimga ham kirishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak bundan. Parolni o'g'irlash, phishing, keylogger va boshqa hujumlar. Kiberjinoyatchilar firibgarlik saytlari yoki mahsulotlar yordamida foydalanuvchi parollarni qo'lga kiritishi mumkin. Keyloggerlar bor. Keyloggerlar biz avvalgi darslarimizda ham aytgan edik, esingizda bo'lsa, o'sha kalitlarni topish jarayoni hisoblanadi. Shunaqangi dasturlar bor. Siz qo'ygan parollar kombinatsiyasini topish uchun millionlagan kombinatsiyalar sinab ko'radi hamda qaysidir sizning parolingizga mos kelishi mumkin. Shuning uchun bu orqali tizimga sizni o'rningizdan kirishi mumkin. Ko'p faktorli autentifikatsiya yetishmovchiligi, buni ilovalarda ham misol qilishimiz mumkin. Ikki bosqichli autentifikatsiyadan foydalanishimiz kerak. Biometrik autentifikatsiya xatolari. Qarang, biometrik ma'lumotlar barmoq izi, yuz skanerlashda haligi buzilganda ularni almashtirish imkonsiz bo'ladi. Misol uchun, qanaqadir yuzimizni skaner qilganmiz, emotsiyam holat, xursand yoki kayfiyatimiz boshqacha bo'lib turgan vaqtida agar o'sha identifikatsiyadan o'tsak, o'sha holatda keyinchalik ham aniqlashimiz kerak. Agar uni o'rnida boshqa birov o'tadigan bo'lsa, siz uni qaytib tikla olmaysiz. Autentifikatsiya xizmatlarining buzilishi, markazlashgan autentifikatsiya tizimlari, SSO, single sign on tizimlari buzilganda bir necha xizmatlar ruxsatsiz kirish imkoniyati paydo bo'lib qolishi mumkin. Autentifikatsiya muammolari yechimlari, kuchli parol siyosatini joriy qilish. Bu birinchi o'rinda berilyapti, chunki dunyo bo'yicha albatta biometrik autentifikatsiyadan tashqari birinchi navbatda parol siyosati qo'llaniladi. O'zi tabiiy holat, siz qurilmangizga ham katta ehtimol parol qo'ygansiz. Kamida 12 ta belgidan katta kichik raqamlar va maxsus belgilardan iborat bo'lishi kerak. Parolni muntazam o'zgartirish, iloji boricha bir xil parollarni turli xizmatlarda ishlatmaslik. Masalan, bizda ko'p kuzatiladi, ilovalarda ishlatgan parolimizni deyarli boshqa ijtimoiy tarmoqlarda, tizimlarda, platformalarda doimiy bitta parol ishlatamiz. Bu noto'g'ri. Nimaga? Bittasini bilgan g'araz niyatli shaxs qolganlari ham shunday bo'lishi mumkin degan maqsadda boshqa tizimlarga ham sizning nomingizdan kirish mumkin. Ko'p faktorli autentifikatsiya, MFA deyiladi, bilasiz buni.
parol SMS mobil ilova orqali tasdiqlash, Google Authenticator, Microsoft Authenticator kabi programmalardan foydalaning, ilovalardan. Biometrik autentikatsiya, USB kalitlar. Albatta, bulardan ham foydalanishni unutmang. Autentikatsiyani buzishga qarshi mexanizmlar, brute force hujumlari, captcha texnologiyasi foydalanuvchi IP manzilini qurilmasini kuzatish. Parolsiz autentikatsiya usullariga o'tish. Misol uchun, FIDO 2 standarti asosida ishlovchi autentifikatsiya, Windows Hello, Apple Face ID. Kriptografik kalitalar yordamida autentifikatsiya qilish bu anchagina murakkab jarayon bo'lgani uchun bunda hujumlar kam kuzatiladi. Biometrik ma'lumotlarni shifrlash, himoya qilish, qolaversa tashqi autentifikatsiya xizmatlaridan xavfsiz foydalanish, foydalanuvchilarni xabardor qilish va o'qitish. Phishing hujumiga qarshi ogohlantirish, foydalanuvchilar xavfsiz autentifikatsiya usullarini treninglar o'tkazish. Bu juda ham muhim sanaladi, sababi esingizda bo'lsa, kiber hujumlar mavzusini o'tgan vaqtimizda ham aynan samarali foydalanish usullari, himoyalanish usullarida birinchida turibdi. Maxsus xodimlarni, umuman korxona tashkilot xodimlarini kiber xavfsizlik muammolari hamda yechimlari bo'yicha o'qitish hisoblanadi, savodxonligini oshirish hisoblanadi. Avtorizatsiya, endi esa 3-tushunchaga yetib keldik. Avtorizatsiya nima? Bu avtentifikatsiyadan o'tgan foydalanish tizimidagi resurslardan foydalanish huquqini tekshirish jarayoni. Tizim foydalanish huquqlarini tekshirib, unga ruxsat berilgan ma'lumotlarni va xizmatlarni taqdim etadi. Misol uchun, admin foydalanuvchi tizimda barcha so'zlarni o'zgartira oladi, oddiy foydalanuvchi faqat ko'rish huquqiga ega bo'ladi. Google Drive hujjatlari faqat muallif tomonidan tahrir qilinsa, boshqa hujjatlar esa faqat o'qilishi mumkin. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, autentifikatsiya tasdiqlandi. Bundan oldingi jarayonni tasavvur qiling. Siz o'sha shaxs ekanligingiz aniqlandi. Mana rasmda ham ko'rib turibsiz, autentifikatsiyadan o'tgandan keyin avtorizatsiya aniqlanadi bu yerda. Ya'ni men o'sha identifikatsiya orqali bergan ma'lumotlarimni taqdim qilaman. Autentifikatsiya o'sha men yoki men emasligimni, haqiqiy emasligimni tekshirib ko'radi. Avtorizatsiya esa tizimga kirganimdan keyin menga qanaqangi huquqlar bermasligini aniqlab olishga yordam beradi. Yuqori mana misolda aytilganimizdek, admin bo'lib kirsam, men barcha huquqqa ega bo'laman. Shunchaki foydalanuvchi bo'lsam, menga uchun huquqlar cheklangan bo'lishi mumkin. Avtorizatsiya muammolari, zaif autentifikatsiya tizimlari bunda ham xuddi shu muammo, ya'ni zaif tizimlardan foydalanish, oddiy parollardan foydalanish, tizimlarning oddiyligi kattagina muammolarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Rol va ruxsatlar noto'g'ri taqsimlanishi. Misol uchun, bu aytganimizdek, admin sifatida men kimnidir foydalanuvchini men rol qilib belgilayman. Foydalanuvchi yordamchim bo'lishi mumkin, qo'shimcha yordamchi bo'lishi mumkin. Ularga ko'proq va notekis ishlash imkoniyatini taqdim qilishim ham mana shu muammo hisoblanadi. Seanslarni boshqarishdagi zaifliklar, masalan, session hijacking, ya'ni sessiya o'g'irlanish hujumi orqali tajovuzkor foydalanish sifatida tizimga kira olishi mumkinligini bildiradi. Ko'p martalik autentifikatsiya yoki brute force hujumlari qarshi himoyaning yetishmasligi. Aytganimizdek, foydalanuvchilar juda oddiy bir xil parollar foydalanganda tajovuzkor brute force usuli bilan tizimga kirish mumkin. Yuqorida ham aytdik, autentifikatsiyada ham shu muammo bor edi. Buni oldini olish uchun bloklash mexanizmlari, captcha va parollar cheklangan urinishlardan so'ng o'zgartirish tizimi zarur hisoblanadi. Captchani bilasiz, ya'ni siz yoki hujum qilayotgan insonni robot emasligi, bot emasligi, makros emasligi, qanaqa dastur emasligini aniqlash jarayoni hisoblanadi. Autentifikatsiya API avtorizatsiya muammolari, ko'pgina ilovalar avtorizatsiya protokollaridan foydalanishi yoki eski va eskirgan avtorizatsiya usullaridan foydalanish. Misol statik parollar, HTTP basic authentication zaif tokenlar kabi usullardan foydalanishadi. Bular birozgina ishonchsizroq hisoblanadi. Avtorizatsiya muammolari axborot xavfsizligi muhim jihatlardan biri bu. Ular noto'g'ri boshqarilsa, maxfiy ma'lumotlarning buzilishi yoki tizimga noqonuniy kirish ehtimolligini oshirib yuboradi. Bu ushbu muammolarni oldini olish uchun kuchli autentifikatsiya usullari, ruxsatlarni aniq belgilash, ya'ni kimga qanaqangi ruxsat berish ehtimolligini bilish, sessiyalarni himoya qilish jarayonlarini, zamonaviy xavfsizlik protokollaridan foydalanish hisoblanadi. Ya'ni yangilab borish uchun ham bu qo'llaniladi. Xulosa, qisqaroq daqiqalar davomida siz bilan autentifikatsiya, avtorizatsiya, identifikatsiya haqida qisqaroq bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldik. Keyingi darslarimizda albatta bulardan kontekst olgan holatda foydalanamiz. Biz umumiy holatda aytadigan bo'lsak, identifikatsiya jarayoni uchun muqobil bo'lgan yaxshi sifatli xizmatlardan yoki jarayonlarni sifatli bo'lish uchun to'g'ri ishlatishni o'rganing. Autentifikatsiya uchun esa ikki bosqichli autentifikatsiya, ko'p bosqichli autentifikatsiya, murakkab parollardan foydalaning. Qolaversa, avtorizatsiya uchun esa sessiyalarni boshqarishni, kimga ruxsat berish, kimga qanaqangi imkoniyatlarni berish kerakligi haqida to'g'ri tahlil qila olishimizni
aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Uyga vazifa uchun ham savollar bor albatta. 3 ta savol uchun sizlardan mana bu quyidagi ko'rib turgan 3 ta savolingizga javobni kutamiz albatta. Izohlarda javoblaringizni qoldiring. Biz ham albatta sizga bu bo'yicha munosabat bildiramiz. Xo'p, yaqin daqiqalar davomida siz bilan Farhod Tursunov bo'ldi. Kanalimizni kuzatib boring. Darslarimiz sizga yoqyaptimi yoki yo'qmi? Bu haqida fikr bildirishingiz mumkin. Keyingi darslar sizga qaysi mavzularda bo'lishi kerakligi haqida ham albatta o'z fikringizni qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta biz bundan xursand bo'lgan bo'lardik. Keyingi darslarda ko'rishguncha esa o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.